Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yana navbatdagi zakaznoy ishimizni o'rnatdik. Ichlari 100% sasna yog'ochda. Pampers prujina, razmerlari kattaroq bo'lgan. 4.30 emas, 5.30 ga 2.30 qilingan. Taburetkalari ham 3 ta katta, xonlari ham mana 2 bo'lak bo'lgan. Bu yerdan ulanmasi bor, ulanadi. Orqalari ham o'zini materialda, sidinalari 22 plot machalka, Pampers prujina bo'lgan, chahlari xudo xolasa yopishishlari joyida. Klientimizdan xursand, hozir o'rnatib bo'ldik. Qo'lib olishlari ham xudo xolasa o'ta go'zal bo'lib tushdi joylariga. Yonida penallari ham bor ekan. Yangi o'rnatib ketishdi buni ham ustalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mebellar kerak bo'lsa, aloqa chiqib olasizlar. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib olasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammanglarga kattakon rahmat.